Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi ish jarayonimizda yaxshi bir akamiz uyga ikkita Ezvis brendiga mansub H8s 4G ikkita sim kartali kameramizni qilib berdik. 128lik xotirasi bilan birga ham uylariga Wi-Fi ham Ignition brendiga mansub 4G Wi-Fi'mizni ham ustanovka qilib beramiz. Ko'rib turganlaringizdek yaxshi sifatli mahsulot. Uyimizda tashqi qismiga bitta qo'yiladi, ichki qismiga bitta qo'yiladi. Ага. Серёга, может, это пошли? Есть сюда? Вот теперь у нас пошли, кикали. Мадам, успеем. Снова только говорим. Мадам, успеем. А что будет? Сейчас. Ну, дальше. Hurmatli mijozlarimiz, mana ko'rib turganlaringizdek kameramiz bittasini ustanovka qilib berdik. Ko'rinishiga baho beramiz. Ikkinchi tochkamiz ichkariga. Ikkinchi tochkamizni mana bu yerdan qo'yib beramiz. Hozircha bu korobkasi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugungi ishimizda yaxshi bir akamizga ikkita Ezvis 4G sim kartali qilib berdik. Ko'rib turganlaringizdek, bitta tepaga, bittasi ichkari. Eshitilyapti aka? Aka kamera shu buringda. Eshitilyaptimi? Bo'l. Kamerani buring aka. Kamerani buradilar. Aylantiring. Ko'rinyaptimi aka? Qani, tiniqli yaxshimi? Qayerdan gapiryapsiz aka? Qayerdansiz hozir? Ko'rib turganlaringizdek, hurmatli mijozlarimiz, akamizga Rossiyadan turib, o'z bizani ko'rib gaplashamiz. Yoqdimi aka kameralarimiz? Yana bitta kameramiz hovlining ichki qismi bo'lib. Aka ko'rinyaptimi? Yaqin uzoq qilsangiz yaxshimi? Hovlini ichki tomoniga qarating, rulni buringda hovlini ichki tomoniga.